Assalomu alaykum akalar ukalar, yaxshimisizlarmi? Hozir mana shu teleskopik pogrushnikni motorini joyiga o'rnatamiz. Xulosa motor kapital remontdan chiqdi. Mana shu motorni joyiga qo'yish jarayonlarini video davomida ko'rsatib o'taman. Endi motorni tak mana bu mini pogrushnik yordamida joyiga o'rnatib olamiz. Mana motor kapital remontdan chiqqan. Hamma joyi soz holatda. Motorni olib kelib oldik, xudo xohlasa hozir qo'yishni boshlaymiz. Ayda. Bo'ladi, to'xta. Rasm bor, rasm. Ana yuklarni chiroqqa qo'yish kerakda. Yo'q, bo'ladi. Hammaga assalomu alaykum, yana bir bor. Motorni qo'ydik. Motor ishlab turibdi. Lekin obratkadan salarga qo'yib yuboryapti. Hozir salniklarni almashtiramiz. Chotga bo'ladi. Обратно шланг konsollarni oldim mana. Kichkina salniklarni mana. Hozir yangisidan bosamiz. Original salniklari. Mana. O'zicha gapiribsan-a? Mana shunaqa salnik bo'ladi bular. Ana xudo xohlasa motorni qo'yib yurgizib oldik. Salniklarni almashtirib turadi mana. Ichkaridan salarga oqmayapti. Bu tomoni soz turibdi. Motorni qo'ydik. Teleskopni yig'dik. Yog'ini yuvib, tarab, maska qilib, ishga tayyor qilib qo'ydik. Mana xohlasa ishga hamma tomoni ishlayapti. Maska qilinmagan joylarni maska qilindi. Motor katta ishlab turibdi. Kabinani ichi polностью moyka qilindi.